Lekin bu holatda bunaqa sostenani avtoelondan ham topolmaydi deyapti, hurmatli vatandoshlar. Bay, qanchalar sotgansiz? Ketganda, minib yurganmiz. O'zlaringiz minib yurgan mashina. Gap so'z yo'q. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, barchaga assalomu alaykum. Nexia 3 ishqibozlariga Andijon mashina bozoridan bir dehqondan ham ko'raylik boshiga deganlarga 2018 qora avtomatdan mashina nima deysiz? Eng a'lo bo'lsa deyman. Borizga shukr. Mana aka. Xo'p, o'zlari nomida ekan, dokumentdan muammo yo'q. Yurgani qancha aka? Yurgani 112 ming. 112 ming probek, 2018 gench qo'radimi axir? Endi 3 marta desa 3 marta qo'yib. Borizga shukr. Ana aka, dangal bag'i. Xo'p, metani bor, ABS, konditsioner, motor hadovoy. Hamma yo'q o'zi. Motor hadovoylari zo'r. Xo'p, zavodskiy diskada 4 ta yumshoq bo'lon aka. O'zim minib yurgan mashina 100% ishonarli deyapti. Endi salonni ko'ring mana aka. Avtomobilda MERS rul, monitor, video registrator, chexollar ham yaxshi aka. Alishtirishga hojat yo'q. Xo'p, Leonim evakor polikka dur tashalgan. Va mana ortidan ko'rinishi. Aka 2 marta desa 2 marta, 3 marta desa 3 marta dokumentini qilib beraman deya. Egasidan. Xo'p, qiyam megasini o'zimizdan deya. Xo'p, ana endi toza mashina. Mashina bitta qanotini jichcha shilib olganimda yangi qo'yib qo'yganman. Xo'p, Qolgan joyi toza. o'yin tomon oldi qanotni shilib olganda yangi qo'yib yuborgan ekan. Boshqa aka hech qanaqa defekt yo'q deyapti. Endi aka dehqondan dehqonga o'tsin. Bir maza qilib minsin. Xudo xolasa, agar qisa rasxod oldiga bitta tonirovka urar ekan, bo'lmasa boshqa rasxod yo'q. Narxini necha pul deyapsiz? Aka 8700 dancha o'tib beraman. Xo'p. Bir 4000 5000 atrofida puli bo'lsa, yarim yil 8 oy shunaqaga aka Nasiyaga variant qilib o'zimiz bilan kelishsam bo'laveradi. Gap yo'q. Narx puliga 700 dollardan kamini qilib beriladi. Agar 4000, 5000 puli borlarga Nasiya savdoga berilaveradi. Endi kelishilgan holatda agar o'zida minib yurgan Sparkmi, mexanika, Nexia 3mi bo'lsa, barter qilib kelsalamizmi? Kelishaveramiz. Unga kelishaveramiz. Gap yo'q. Telefon nomer 93lik 93lik 258 258 88 88 84. 84 raqamiga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zida oling. Furqatbek o'zi yoki Shahrixon bozoridan telefon qilyapman deb qo'yishim esdan chiqmasimizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi.